Darslarimizni davom ettiramiz. Massivning faqat bittasi qoldi, ya'ni massiv po trayektoriy. Massiv po trayektoriy. Buni massiv po trayektoriyani biron bir obyektni boshqa bir obyektga nisbatan, ya'ni trayektoriya bo'yicha kopirovka qilib chiqishdan iborat bo'ladi. Misol uchun, mana bu obyektni belgilaymiz, kvadratni, hamda mana bu trayektoriyamiz bo'yicha massiv shaklda qo'yib chiqamiz. Trayektoriyani belgilayman, obyektni belgilagan edik, endi trayektoriyani belgilayman. Hamda mana bu tarzda trayektoriyamizni takrorlagan holda obyektlarimiz qo'yilib chiqiladi. Buning ham o'zining menyulari bor. Birinchisi bu obyektlar orasidagi masofani so'raydi. Hozir 800 turibdi, buni ko'proq qilamiz. Misol uchun 1500. 1500 qilsak, obyektlar kamroq bo'ladi, chunki ular orasidagi masofa shunga nisbatan kamayadi. Va hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, ularning sonini o'zgartira olmayapman. Men faqat ularning orasidagi masofa bo'yicha nastroyka qila olyapman. Ularning soni bo'yicha o'zgartirish uchun mana bu yerdan razmestitda turibdi hozir. Ana shu trayektoriya bo'yicha ma'lum bir masofada qo'yyapmiz. Agar podelis bo'lsa, ana shu trayektoriyamizga obyektlarni shuncha miqdorda qo'yib chiqishimiz imkoniyati paydo bo'ladi. Podelisni bosaman, hamda menga obyektlar orasidagi masofa emas, obyektlar sonini o'zgartirish imkoniyati beriladi. Misol 8 ta qilsam, shu miqdorda, ya'ni obyektning boshidan oxirigacha 8 ta obyekt qo'yish imkoniyati paydo bo'ladi. Bunda men ular orasidagi masofaga o'zgartirish kirita olmayman. Bundan tashqari bazaviy tochkamizni o'zgartirishimiz mumkin. Hozir bazaviy tochkamiz obyektdan uzoqroqqa turibdi. Bazaviy tochkani tanlab, obyektni o'ziga, ya'ni boshlang'ich obyektni o'zining biron joyga yoki o'rtasiga xohlagan joyga qo'yishimiz mumkin. Misol, pastki o'rtasini belgilayman. Hamda ko'rib turganingizdek, obyektimiz trayektoriya bo'yicha o'sha trayektoriya ustiga qo'yilib chiqdi. Keyingi menyu bu stroka qatorlar, ya'ni shu qatorga parallel ravishda yana boshqa bir qator hosil qiladi. Misol uchun 3 ta qator deb yozsam, ana shunday tarzda, ya'ni parallel ravishda shu qatorimga bog'liq yana bitta qator hosil bo'ladi. Bu yerdan mana bu qo'lchalar, ya'ni ruchkalar orqali ularning sonini o'zgartirish mumkin yoki ular orasidagi masofani ham o'zgartirish imkoniyati bor. Agar bu yerda -3 yozsam, -3 bo'lmas ekan. Pastga tortsam, minusni mana bu pastga yozish kerak, ya'ni minusovoy расстояние. Keyingisi уровень, buni ham ko'rib chiqqan edik. 3D da kerak bo'ladi. Keyingisi assotsiatsiyonist, ya'ni assotsiatsiyonistni o'chirib, OK qilsam agar, ya'ni massivni OK qilsam agar, massivlar oddiy obyektga aylanadi. Keyinchalik uni redaktoriz qila olmaymiz. Bazaviy tochkasini ko'rib chiqdik. Endi keyingisi направление, ya'ni qaysi tomondan boshlab massivni qilishni so'raydi mendan. Bu unchalik o'xshamadi. Orqaga qaytaman, hamda boshqatdan massiv po trayektoriyani tanlab, obyektni tanlab, probelni bosaman, hamda trayektoriyani tanlayman. Va bazani obyekt o'rtasiga qo'yib, keyingisi bu yerga razmestitni ko'rib, podelisni tanlayman. Obyektlar sonini sal qisqartiraman. Hamda mana bunday keyingi menyu bu выровнять. Hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, obyektlarim chiziq bo'ylab ustiga bir tekisda joylashgan. Ya'ni chiziq bo'ylab mana bunday chiziqni shaklini takrorlayapti. Agar выровнять elementini olib tashlasam agar, kvadratim shu turgan holatda trayektoriya bo'ylab kopirovka bo'ladi. Mana bunday tarzda. Bu ham kerak qolishi mumkin sizga. Направление Z, bu ham 3D da kerak bo'ladi. Unchalik bizlarga qiziq emas. 3D vaqtida ko'rib chiqamiz.
Massiv potoreaktor shulardan iborat. Keyingi darsimizda massivlar bo'yicha alohida bir mashq bajaramiz.